Eksiğimizde davamlaştırmamız hürmetlik vatandaşım. Prezident Obama harbiy tarafga ma'qul bo'ldi. Harbiy taraf Janubiy dengizi hada tashlariga 12 dengiz mili ishkirlab kiradigan bo'ldi. Mavzuli xabar 10 ayning 8 kuni Dovit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bu yil 5 aydan beri Amerika armiyasi Jungo tarafga izchil ogohlantirish berib, Janubiy dengiz hada tashlaridan o'tib 12 dengiz mili sohasiga kirdiganligini aytgan edi. Lekin Jungoning davlat raisi Xi Jinping 9 ayning oxirida Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qiladigan paytlarda garchi Amerika armiyasi bir qancha qatim ogohlantirish bergan bo'lsa-mu, Janubiy Jungo dengiz hada tashlariga 12 dengiz mili doirasiga kirmagan edi. Chunki Reis Xi Jinping Amerikani ziyorat qiladigan bo'lib qolganligi uchun Amerika armiyasi 12 dengiz mili doirasida Janubiy dengizdagi hada tashlarga yaqinlashmagan edi. 10 ayning 7 kuni bir nafar Amerika amaldori Pul muomala gazetiga mundaq dedi. Amerika harbiy parxodlari 12 dengiz mili sohasiga kirdi. Kelar 2 hafta ichida shu yerda harbiy manevr qiladiganligini faraz qilinyapti. O'xshash bir kunda davlat mudofaasining ismini oshkorlashni xohlamagan 3 nafar amaldori Dengiz armiya vaqt gazetiga dalillab mundaq ko'rsatdi. Amerika dengiz armiyasi yaqinda harbiy parxod avatib, Jungo Janubiy dengiz qurib olgan hada tashlarga 12 dengiz mili ishkirlab kirdi. Prezident Obama bu harbiy harakatni nihoyatda tez orada tasdiqlaydi.